Yo, barchalarga salom do'stlar, sizlar bilan GoBlogs kanali. Bugungi videoda mana shu 3 ta obunachimiz bilan mana shu Brainrotli o'yinni o'ynab maza qilib dam olishga harakat qilamiz. Albatta oldinglarga yeb ichgan narsalar olib kelinglar. Unda qani biz videoni boshladik desak ham bo'ladi. Qani unda biz videoni boshladik. Albatta men bu 38 kali Brainrotli menga obunachim berib ketdi. Va bizda bu 240 ga paydo bo'lyapti. Xo'p, qaranglar, bu yerda mana bunday elitra. Minecraftdagi elitra. Minecraft o'yini juda ham mashhur. Liboy yosh bola, telefon ushlab ko'rmagan bola ham bilsa kerak Minecraft o'yinini. Xo'p, tepada ko'rishlar mumkin. Bir kunning ichida 20 milliard pul topircha mana shu bir rotimizda o'zi. Xo'p, albatta sizlar ham Durzamga mana shunday men bu obunachalarimga Felix Gamer, Niko, Shohjahon degan obunachalarimga o'xshab Durzamga qo'shilishni xohlasanglar, obuna bo'ldim, like bosdim, nikilar qoldirsizlar. Albatta kommentariyaga albatta men Durzlar olib qo'yaman mana bunday yozasizlar. Obuna bo'ldim, like bosdim. Endi to'g'ri yozyapmanmi, qancha yozyapman farqi yo'q. Mana shunday yozasizlar, bunday qo'yasizlar, nikilarni yozasizlar. Mana mening nikim. Mana bu nikim, men tepamni ham ko'rishingiz mumkin. Mana. Xo'p, albatta hech qanday username almashmagan va biz shu maytga osmonlar uchib ketyapmiz va bunday sekin tushamiz. Ilijotga bitta chipi tapa rubi raba raba pashino dubi dubi ketadi. Obrere like bo'lib, opa, Oy bratan, opa, men olamiz. Sekin mana uni ham olamiz. Elitrani iloji bor. Shu elitrada qanday uchadi Minecraftda Firebuglar bilan anavi qilib uchish kerak. Yo, bu yerda ham biz Firebugga o'xshagan narsa ishlatar ekanmiz, lekin u bizga ko'rinmas ekan. Mana bu raketachamiz Firebug ekan. Mana shu bizga Firebug anonsini bajarib berar ekan. Shu mana shu raketa bilan bosib Firebug ishlatib mana bunday yashil narsalarni Firebug vaziyatini bajarib berar ekan. Mayli. Hozir bizda Epilaki blok bombardiro krokodilo tushdi, chunki pastda ko'rinib qoldi. $500 yaxshi. Albatta o'yinchi yaxshi ekan, menga yoqdi. O'ynasa bo'ladigan normalniy o'yinchi. Xo'p, uni 5 ga bo'ldi. Bunday kuchaytirdi. Oppa, nima bo'lyapti? Va o'y, obunachilar. Albatta sizlarga agar sizlar Robloxga Robux narsalar sololmayotgan bo'lsanglar, o'zingizlarda o'yinlarda kuchaya olmayotgan bo'lsanglar, sekin kuchayotgan bo'lsanglar, albatta buni bitta dona sababi bor. U ham albatta Robux solmaslik. Akkauntingizda Robuxinglar bo'lmasa, skininglar bo'lmasa, bilasizlar, qizlar qaramaydi. Qarachi o'shanda skininglar bo'lmasa, Robuxinglar bo'lmasa, mana bunday o'yinlarda tez kuchaya olmaysizlar. 2x kashlarni olib, mana bunday menga o'xshab yuzlab Robuxlar olsanglar, Robux servisimizdan albatta bizga ham menga motivatsiya bo'lardi, ham Robux servisini egasiga ham motivatsiya bo'lar. Robux servisida egasi montajyor albatta. Xo'p, qaranglar. Menga ancha katta motivatsiya bo'lar, sizlar qanchalik ko'p Robux olib bizning servisimizdan ko'p olishinglar. Albatta u qanday topamiz deysizlar mumkin. Men sumkani oldida videoni boshidan beri ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Sumkani oldida bitta QR kod chiqyapti. O'sha QR kodni pastida bitta Robux servis degan yozuv chiqyapti. O'sha agarda televizorda ko'rayotgan bo'lsanglar, o'shani shunday skaner qilib olasizlar yoki telefonda ko'rayotgan bo'lsanglar, o'shani shunday Telegramga kirib pochtga qidirib yozishlar mumkin. Albatta arzon, ishonchli, tezkor, sifatli hammasi bor. Xo'p, Robux servisimizdan hattoki o'zim ham olaman. Juda ham arzon. Butun O'zbekistondagi arzon servis desak ham bo'ladi. Albatta videomizga like bosib, obuna bo'lib tashlaylar. Qanchalar ko'p like bossanglar, obuna bo'lsanglar, menga motivatsiya bo'ladi. Sizlarga ko'pdan ko'p videolar olaman desak ham bo'ladi. Men buni qaysidir obunachimiz berib ketdi. Opa. Hop, sotamiz. Mana 1 million, 10 million olamiz. Maytda уже bizda 1 millionlik bombardiro krokodilo. Chipi tapa rubi. Oppa. Reversiga 120 ta va oppa. Rovna ekanda pulimiz ham. Hop, maytda bunday chiramizda. Qas. Jim, mushukcha. Hop. Maytga kelib sekin
Speed kuchaytiramiz. 120, 119, 120 speedimiz bo'ldi. 140 speed yuryapti. Shunda amakda uyda kuchaytirsak bo'lar ekan. 32 million nima men bilan o'yinni ko'ziga boy ko'rinyapmanmi? Yo'q. Yaxshi, xo'p, bizni normal tepaga sakraymiz va bunday pastroqqa tushamiz. Mana bu narsalar terib yuramiz, chunki bu eng kerakli narsalardan biri ekan. Shunda bilib qoldimki, bunday bosamiz, kuchimiz qolmagan payt. Yana bitta bosamiz. Kuchimiz mana bu elitrada uchishimiz qolmagan payt bosamiz. Elitrada bilasizlar nimada uchishni Minecraft'lar biladi. U Firebolt, Liboy Minecraft'ga yangi kirmaganlar ham bilsa kerak. Firebolt uchishdi. Hozir biz obunachilar legendariy zonaga bora olamizmi degan savol qiynayapti meni. Hoppa. Legendariy zonaga kelib qoldik biz. Legendariy zonaga o'tdik va mana olamiz yotgan holatda tiklar yotmagan holatda olamiz. Ketdik, qo'namiz endi. Davay, mythical ga borolmas ekanmiz, lekin harakat qilsak boraverdik. Va qo'naveramiz vaqt cho'zmasdan. Va bizga legendariy blokdan manda qanday bir bola tushdi. Albatta kalik bo'lsa yaxshi bo'lardi. Vuy qoldik. Va mana obunachilar biz ko'rgan bo'lishlar mumkin 1-2 kalik birinrod olib keldik. O'ylasam sekundiga 1-2 ga beradi. To'g'ri, bu kam deyishlar mumkin, lekin bizda upgrade bor. Bunday bosib tashlasak kuchayadi. Kuchaygandan keyin va bu to'xtaydi. Qancha? Necha million? Taxmin qilib kommentariyga yozinglar. Necha million beradi deb o'ylayman. Mana shu 1-2 kalikni maksimal pulini kuchaytirdim. Necha million beradi? Taxminan qilib yozinglar kommentariyaga va 1 2 3 Turu 3 million, turu yarim million. 5 million ha. 5 million ekan. Hop. O'yinni oldin sal pasaytiramiz. Ko'pa epic lucky block va bizga epic lucky blockdan $500. Ну, нормальный. Tik-tak sahur. Tik-tuk-tuk sahur. Bunday bosamiz. Bosib milli filli sekundga tashlaymiz va bizga 2 million sekundga bo'ladi. Keyin mana hop bombardiro krokodilo. No, albatta har bitta birinrodlarda o'zini birorta muxlisi bo'lsa kerak. Masalan menga qanaqa birinrod yoqadi? Masalan menga Dragon Cannelloni, Coco Fanto yoqadi. Endi o'shalar yoqadi. Coco Fanto men bilmadim lekin. Hop, obunachimiz bizga 200 kalik beradi. Bu albatta boy obunachimiz, videoni boshida ko'rgan bo'lishlari mumkin. Va bizga 5 ga sekundiga kuchaytirsak 5 ga yaxshi obunachimiz berib ketdi. Rahmat. Sizlar ham mana shunday menga qo'shilib muxlisim bo'lishingiz mumkin. Albatta shu qilinglar. Boya aytgandek Robux servisimizga qo'shilib, albatta Robux sotib olsanglar bo'ladi. Olib mayga sekinchi qo'yamiz. Endi bizda sekundiga qanchadir 1 trilliard toparkan bir kun ichida $1 trillion. To'g'ri, hozir mana shu pul dunyoda bor. 1 trillion anonda Euromaxda. Bilsam mumkin 2026-yil Euromax $1 trillion ishlab topdi. Xo'p, maytda bunday kuchaytirsak, mythical zonaga borishimiz kerak menimcha. Pastga tushib olamiz. Buni olamiz. Mana nima olamiz? Mashinaga o'xshagan obunachim boya o'tiradigan birinrodni berib ketdi. Bu nimadir? Pulcha. Keyin mana olamiz. Hoppa, bitta raketachani bosamiz. Firebolt ekan bu. Albatta Minecraftda Firebolt Liboy bilsa kerak. Ekranidagi chiqyapti. Katta bu. Ekranning o'ng chap tarafida chiqyapti Firebolt rasmi. Bu hamma bilsa kerak. Hop, biz epic zonadamiz. Sekin mana olamiz. Yaxshi. Bitta bosib olamiz Firboltni. Keyin maytga kelamizda yana bitta bosamiz. Bot uzunroq ekan. Bitta. Hoppa, davay. Mythical zonaga o'ta olamizmi degan savol qiynayapti. Hoppa. Nima bo'lyapti?
Nima bo'lyapti? Mythical zona. Biz g'orga kirdik, boya kirolmagandik. Obunachilar esinglarda bo'lsa, videoda ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Kimlar boya kirolmadik mana shu g'or. Secret zonaga ham o'ta olamizmi? Davay, bu Roblox kuchidan. O'ta olamizmi? Secret zonaga o'ta olamizmi? Davay. Yo, obunachilar, o'ylayapsizmi? Secret zonaga keldik. Secret. Oddiy bo'lsa ham mayli deb. Voy, mana ulgurmas ekanmiz bunga. Mayli. Secret like blokdan va bizga qandaydir bir nima berdi va bu bizga Mythical. Qanday? Secretdan Mythical tushishi mumkin. Kuchaytiramiz albatta. Like bosib, obuna bo'lib tasanglar. Minecraft o'ynamayman, kommentariyga yozib qo'yinglar. Minecraft o'ynayin deysizlar. O'ynab bitta Minecraft videochani o'ramiz. Albatta Minecraft o'yini ham juda ham u aktiva bilan o'yin desak ham bo'ladi Minecraft o'yinini. Mana kuchaytirsak bizga 6 million beryapti. Sekundga obunachimiz uyimizni ko'rib ketyapti. Negaligini bilmaymiz. Hoppa, qani ketdik. Yana bitta uchamiz. Men uchaman deydi-yu. O'shandayda. Albatta esingizda bo'lsa, chichish o'yinini ikkinchi qismini chiqarmayman yozib qoldiringlar. Facebookda bosamiz, bunday olamiz chichish o'yinini. Normalniy like yig'ib beringlar, aktiv ham normalniy bo'lib qoldi. O'sha chichish o'yinini, o'sha o'yinni, короче, aktiv ham normalniy bo'lib qoldi. O'shani ikkinchi qismini chiqarmayman yozib qoldiringlar. Sizlar qanaqa videoda ishlamaysiz? Minecraft yokida ana Robloxda birorta o'yin nomini aytinglar. O'sha o'yinni bo'limdan keyingacha harakat qilaman chiqarishga. Facebookda bosamiz va biz hali 5 ta Facebookimiz bor, lekin biz legendarniy zonadamiz. Legendarniy. Mantepada Facebookda bitta bosamiz, uchamiz keyin. Mana olamiz boyga g'orga ikkinchi marta kiryapman g'orga qaraylar. Ketyapman, nikim ko'rishlar mumkin, hattoki nikim ham chiqarib qo'yapti o'yinni o'zi. Bitta Facebookda bosamiz. Oppa, o'sha biz g'orga kirdik. Keyin g'ordan maytni olamiz. G'orda lekin yaxshi ekan. Agar hozir mana shu secret zonaga bora olsam, obuna bilan like bosasizlar. Davay. Secret zonaga bora olsam, obuna ili like deb bosib qizdirib qo'yishga sercham bosib qo'yasizlar. Ketdi. Bora olaman secretga. Ana oxirgi Firefox'imni ishlatib secret zonaga kelyapman va mana bu yerda oppa. Nima bo'ldi? Obunachilar, nima bo'ldi? Давай Killisticle'ga. Killisticle давай. Давай, broda. Давай Roblox. Ya, lekin secretda yarimga keldik. Men bor joy bo'laylik. Amayli vaqtni cho'zmaymiz. Va biz pastga sakraymiz va amiga bitto miau, amiga bitto miau berib qo'ydi. 13 ga normalniy. Amiga bitto o'sha qancha. Hop, maytga qo'yamiz va bizga 100 million pul, normalniy 100 million. Bro 38 trillion topyapti. Uyim bardak bo'lib ketdi. Uyman obunachimiz men. Kimni uyi bu? Qaysi obunachimiz uyi bu? 300 millionlab narsalar bor ekan, yaxshi. Albatta obunachimiz bo'lishi kerak. Va jumanitda amiga bitto miavimiz 46 million. Lekin maytning kelamiz. Endi speed. Yana speed. Qo'limizdan keyingacha kuchaytiramiz. 1 milliard dollar. 1 milliard. Sal sekiroq. Bo'ldi. O'sha 1 milliard qoldi. Sal sekiroq demoqchi edim. Albatta like bosib, obuna bo'lib tasanglar. Endi videolarimni vaqti ham kamaytirildi. O'shaning uchun sal e'tibor beringlar.
ba'zi videolarim 15 minut, ba'zi videolarim 18 minut bo'lishi mumkin maksimum. Oldinlari esa bizda har bitta davomlagan videoyim 20-30 minutlab bo'lardi. Albatta stream qilyapman, lekin vaqt bo'lmayapti. Ertaga qilishim mumkin stream. Bu video lekin bu video ertaga to'xtaladi. Hop, o'sha bizda 2 milliard pul yig'ilib qoldi. Men sizlarga gapirgunimgacha. Ketdik o'sha. Paq. Ketdik, uchamiz. Men uchaman, qilamiz yana. Hoppa. 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 Day, yaxshi. Hop, hozircha bitta ham Fairbox ishlatmadik. Bizda 9 dona Fairboximiz bor ekan. Hop, bittani ishlatamiz. Normalniy bitta ham Fairbox ishlatmasdan Epic zonaga keldik desak bo'ladi. Bitta Fairbox ishlatib, bitta ham bor. Bitta ham devor deganim hop. Maytda uchamiz. Mana shu oxirgi uchishim bo'lishi mumkin meni. Easy game o'sha bizda hali 7 dona Fairboximiz bor, o'sha biz legendarniy zonadamiz. Legendar 700 million pulimiz bor. Albatta men qo'limdan kelgancha zo'r kuchayishga harakat qilyapman. Like bosib, obuna bo'lib tezlikda kommentariyam yozib turinglar. Menga motivatsiya bo'lib, agar ko'rgan bo'lsanglar obunachi bosib olaman. Voy, qanaqa supermenlik qildim. 2 ta Fairboxim ketdi. Qanday supermen mana Roblox supermen deb yozma. Yana kommentariyam mazginlar meni. Xo'p, Roblox servisini albatta Roblox sotib olinglar. Arzon ichonchilik servis. To'xtanglar, men chichyapman. Chichib qo'ydim mana u tepaga qarab, Chichdim, prosta. Ustiga qarab o'sirib yubordim. Voy. Ikkitami Fairboxim ketdi-da hozir. Sekretariyaga bora olamanmi? Obunachilar sekretariyaga bora olamizmi? Sekretga keldik o'sha. Hoppa. Ketdi. Hoppa, mayta bora olamiz. Roblox har doim boradi. Har doim borgan. Tepada uchib yurib ko'ryapsizlarmi? Hozir Robloxda joy har doim tepa. Xo'p, obunachilar o'sha bizda like blok va bizga qandaydir bir bola berdi. Anita. Secret. Bering secretni qaranglar. Mayli. 11 ga. Va obunachilar bizda 100 million qilamadik, mayli. Lekin 100 million qilsak kerak hozir. Mayli, 100 million bo'lmadi. Albatta sizlar bilan hammalarga xayr, sizlar bilan Roblox kanalida bo'ldi. 100 million qilamiz. To'xtanglar. Video vaqtini cho'zyapti-da o'yin. Ketdi, davay 100 million. Easy game 100 million. Easy game 100 million. Qanday easy game 100 million, Qani meni 100 millionim? Qani meni 100 millionim? Mayli. Bo'pti. Aldash. Hammalarga xayr, sizlar bilan Roblox kanali bo'ldi. Albatta ekran tepasida ko'rishlar mumkin. QR kod Roblox servisda, QR kodi pastida Roblox servisi nomi, Telegram qidirishga yozib Roblox servisimizni albatta arzon ishonchli Robloxlar sotib olsanglar bo'ladi. Hammalarga xayr, sizlar bilan Roblox kanali bo'ldi. O'ylaymanki video normal bo'ldi deb o'ylayman. Hammalarga xayr.